148242 Savol: Men 19 yoshdaman va balog'at yoshidan o'tdim. Kechasi onam bilan bir to'shakda yotishim joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy qo'mitadan so'raldi. O'g'il bola balog'atga yetganida onasi va opa-singlisi bilan birga uxlashi joizmi? Ulamolar hay'ati quyidagicha javob berdilar. O'g'il bolalar balog'atga yetsalar yoki 10 yoshga to'lsalar, onalari yoki opa-singillari bilan yotoqlarida va to'shaklarida uxlashlari joiz emas. Bu farzlarni saqlash, fitna qo'zg'alishidan uzoq bo'lish va yomonlik eshigini to'sish uchundir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam 10 yoshga yetganlarida bolalarning yotoqlarini ajratishga buyurganlar va shunday deganlar: Bolalaringizga 7 yoshda namoz o'qishni buyuringlar, 10 yoshda agar namoz o'qimasalar uringlar va yotoqlarni ajratinglar. Balog'atga yetmaganlarga esa 3 vaqtda, ya'ni avratlar ochilishi gumon qilingan vaqtlarda uylarga kirishdan oldin izn so'rashga buyurgan va buni avratlar deb nomlab ta'kidlagan. Alloh taolo shunday deydi: Ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkumulladina malakat aymanukum wallazina lam yablughul hulma minkum 3 marrat. Ey mu'minlar, qo'l ostingizdagi qul va cho'rlaringiz hamda o'zlaringizning balog'atga yetmagan bolalaringiz 3 vaqtda huzuringizga kirish uchun sizlardan izn so'rasinlar. Min qabli solatil fajri va hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati va min ba'di solatil isha. Bomdod namozidan ilgari, peshin vaqtida issiqdan kiyimlaringizni tashlagan paytingizda va xufton namozidan keyin. Thalathu awratin lakum, laysa alaykum va la alayhim junahun ba'dahun, tawafuna alaykum ba'dukum ala ba'd. Kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayat. Vallohu alimun hakim. Bu 3 vaqt sizlarning avratlaringiz ochiq bo'lishi mumkin bo'lgan vaqtlardir. Ular o'sha vaqtlardan so'ng izn so'ramay kirishlarida sizlarga ham, ularga ham gunoh yo'qdir. Chunki ular sizlarga biringizga kelib ketib turguvchidirsizlar. Alloh oyatlarini sizlarga mana shunday bayon qilur. Alloh bilim va hikmat sohibidir. Nur surasi 58-oyat. Balog'atga yetganlarga esa uylarga kirishda barcha vaqtlarda izn so'rashga buyurgan va shunday degan: Va idza balag'al atfalu minkumul hulma falyasta'zinu kama sta'zana alladhina min qablihim. Kadhalika yubayyinullohu lakum ayatihi vallohu alimun hakim. Qachon go'daklaringiz balog'atga yetsalar, bas ular ham xuddi ulardan ilgari balog'atga yetganlar kabi izn so'rasinlar. Alloh o'z oyatlarini sizlarga mana shunday bayon qilur. Alloh bilim va hikmat sohibidir. Nur surasi 59-oyat. Bularning barchasi fitnani daf qilish, nomuslarni ehtiyot qilish va yomonlik vositalarini yo'q qilish uchundir. Ammo 10 yoshga to'lmagan bolaga kelsak, u g'amxo'rlikka muhtoj va fitna xavfi bo'lmagani uchun unga onasi yoki opa-singlisining yotog'ida uxlashga ruxsat beriladi. Lekin fitna xavfi bo'lmaganda ularning barchasi, garchi balog'atga yetgan bo'lsalar ham bir joyda, faqat har biri o'zining alohida to'shagida uxlashi joiz. Tavfiq Allohdandir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga, uning oilasi va sahobalariga Allohning salatu salomlari bo'lsin. Doimiy qo'mita fatvolari 26-mujallad 334-bet. Bu masalaga berilgan javobning asosi quyidagi hadisdir. Amr ibn Shuayb otasidan, u bobosi radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Muru awladakum bis-solati wa hum abna'u 7 sinin, wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 va farriqu baynahum fil madaji'. Farzandlaringiz 7 yoshga yetganda namozga buyuringlar. 10 yoshga yetganda ham namoz o'qimasa, buning uchun uringlar. Ularning yotar joylarini alohida qilinglar. Sunan Abu Dovud 495-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Abu Dovud 495. Bu ajratish barcha bolalarni o'z ichiga oladi. O'g'il bolalarni o'g'il bolalardan ham, qiz bolalardan ham, shuningdek, qiz bolalarni boshqa qiz bolalardan ham, o'g'il bolalardan ham ajratish lozim. Agarki shu yoshda ularning orasini ajratish vojib bo'lsa, undan kattaroq yoshda yotoqlari ayro bo'lishi lozimligi yanada ta'kidliroq sanaladi. Shuningdek, ushbu hadisda mahramlar o'rtasida shahvat bo'lmaydi deguvchilarga raddiya bor. Bu esa ba'zi ulamolarni balog'atga yetganning onasi yoki otasi bilan uxlashini joiz deyishga undagan, lekin to'g'riroq qarashga ko'ra haqiqat buning aksidir. Bugungi kunda jamiyatning holatiga nazar solgan kishi buni man qilish naqadar to'g'ri ekaniga
va hadis balog'atga yetgan o'g'ilning onasi va otasi bilan balog'atga yetgan qizning onasi va otasi bilan uxlashini ham o'z ichiga olishiga shubha qilmaydi. Ibn Obidin al-Hanafiy rahimahulloh shunday deydi: Agar bola 10 yoshga yetsa, onasi, opa-singlisi va begona ayol bilan uxlamaydi, faqat xotini yoki joriyasi bilan uxlaydi. Iqtibos tugadi. Bundan maqsad haromga tushib qolish xavfidan uxlash vaqtida ularning orasini ajratishdir. Chunki bola 10 yoshga yetsa, jinsiy aloqani anglaydi va uni qaytaradigan diyonati yo'q. Shu sababli opa-singlisi yoki onasiga tajovuz qilib qo'yishi mumkin. Chunki uyqu rohat vaqti bo'lib, shahvatni qo'zg'atadi va unda ikki tomondan ham kiyimlar avratdan ko'tariladi. Bu esa taqiqlangan ishga va harom yotishga olib keladi. Ayniqsa, bu zamon bolalari buzuqlikni kattalardan ham ko'proq biladilar. Xoshiyat Ibn Obidin 6-mujallad 382-bet. Imom Navaviy rahimahulloh shunday deydi: Erkak kishi bilan, ayol kishi bilan bir to'shakda yotishi joiz emas, garchi har biri to'shakning bir tomonida bo'lsa ham. O'g'il yoki qiz bola 10 yoshga yetsa, uni onasi, otasi, opa-singlisi va aka-ukasidan yotoqda ajratish vojib bo'ladi. Ravdatut Tolibin 7-mujallad 28-bet. Nafraviy al-Molikiyning asarida shunday deyiladi: Erkak va ayolning bir-biriga tegib yotishiga kelsak, agar ular balog'atga yetgan bo'lsalar, bir ko'rpa ostida garchi avrati ochilmagan va to'siq ustidan bo'lsa ham, bir-biriga tegib yotishlarining haromligiga shubha yo'q. Al-Fawakihud Davoni 2-mujallad 312-bet. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yuqorida keltirilgan oyat va hadislar hamda ulamolarning so'zlariga binoan savolingizda zikr qilgan ishdan, ya'ni onangiz bilan bir joyda uxlashdan chetlaning. Alloh bizni va sizni har bir yaxshilikka muvaffaq qilsin va bizni hamda musulmon birodarlarimizni har qanday yomonlik va noxushlikdan asrasin. Vallohu a'lam.